Assalomu barchaga. 1004 160 modeldagi traktorimiz akalarimiz sotilayotgan. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Xo'p, qayerdan olyapsizlar buni? Ismlardan bir tanishtirib o'tsanglar. O'zlar o'z boshlayverasiz. Assalomu alaykum. Ismingiz? Men Hamraliyev Umidjonman. Aha. Qayerdan olib ketyapsizlar buni qayerga? Buni endi hozir mana Toshkent Olmazordan o'sha Fora traktorini oldik mana. 100 ot kuchli. Xo'p, Toshkentlikmisizlar yoki boshqa viloyatdan? Yo'q, biz Farg'ona viloyati Rishton tumani. Ha, Rishtonga. Jahonobod qishlog'idanmiz. Zo'r. Mana biz Rishton rayoniga endi mana Xudo xolasa. Birinchi marta ketyapti shekilli Rishtonga. Ketyapti bu. Fora modeli. Fora. Boshqa modellar ham bor. Bu Fora endi ketyapti mana. Xo'p, o'zingizlarda bog'inglar uchunmi yoki birorta bu endi o'sha o'zimizni shaharlarda xizmat qilib yurgan? Ishlarda, o'sha ishlarni qilgani. Ishlatamiz endi buni. Xo'p, misol uchun qolgan traktorlarni ham solishtirib ko'rgan bo'lsanglar kerak. Farqli taraflari bormi ekan birorta? Endi farqligi endi juda baquvvat ekan bu. Baquvvatligi yaxshi. Endi buni bir ishga olib borib solib ko'rdik. Sinab ko'rish kerak. Sinab ko'ramiz. Ana tortishtirgan videolarimizni ko'rdinglarmi, ko'rmadinglarmi? Ular ko'rdik. Ularda tortyapti, zo'r. Endi buni o'zingiz minib ko'rib, tortib ko'rmagandan keyin bilmaysiz. Minib keldinglarmi shu yerga? Ha, hozir nimadan? Skalatdan minib chiqdik, mana yuklagani. Zo'r. Xo'p, endi bir islarni ham ko'rsatib o'rganamiz, komfortlarni. Kompressor tormoz edi, adashmasam. Xo'p. Mana bahaybat shu yelkamizdan keladi shekilli, chiqishlari ikkitalik. Xo'p. Bular menimcha yangi terilgan. Shu 1-2 kun ichida terilgan bo'lishi kerak. Xo'p, aytadigan joylarimiz yo'da baklar alohida 5 turqa 760 vomi, Fora modeli. Hop, suv qo'yadigan, telefon qo'yadigan. Buni zaryadga qo'yadiganlari bu yerda mana. Kartushlar telefonni qo'yib olib, magnitofonlari, konditsionerlari, ventilyatorlari bor, konditsionerlar. Hop, bu yerda luk. Endi yoqadigan joyi. Hop. Keyin to'rtta skorslik, old-orqa vositalar bo'ladi, old-orqaga. Xo'p, keyin oldini qo'shib oladigan alohida. Oldi qo'shilgan holatda ekan. Ruchnoylar, prizontlarni ko'tarib tushadigan, qo'llarni qo'yib olib, bosib olsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi narsalari. Yo'q, ko'raylikchi. Kartushlar, monitorlarini. Asosiy narsalari shular. Kilogrammi bor mana bitta. Kilogramm. 3 tonna, 100 ot kuchi 8-oyda chiqqan ekan shu yil. Metam modellari, raqamlari bo'ladi. Old-orqani ko'rsatib turadi. Bu yerda alohida ishlatsalar bo'ladi. Bemalol boshlar kilometr qilasizlar, orqaga qaramasdan. Sekin bosib ketaverasizlar. Kamarlar, xullas, komfort, maza qilib ishlatadi ham. Qish kunlarida ham suratlarga qo'shilib ham bo'ladi, kechasi ishlaydi. Zo'r, issiqqina bemalol qish kunida, yoz kunida muzdekina qilib bosaverasizlar. Yopildi. Motorlari salabam qilib ketgan. Akalar ular ichkari uyga borib sekin yetishsa kerak. Xo'p, mana ichida apparatlar oddiy, hamma zapchaslari standart bo'yicha chiqadi. Topsanglar bo'ladi hamma joydan. Muammo emas. Xo'p, kafolatlari ham, garantiyalar ham beriladi. Xo'p. Narxlari, xudo xolasa, kommentarga yozsanglar yoki telefon qilsanglar o'zlari alohida aytishadi. Biz endi mana shu sotilgan narsalarni alohida ochib berib turamiz. Qayerga ketdi boshqa. Hop, oldida mana alohida toshlari bor. Bittasi adashmasam 18 kilo deb yozib qo'yibgan. 18 kilodan 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bo'lsa 64 144 150 kilo oldida turibdi. Orqa bolalarda mana alohida og'ir toshlari bor. Hop, orqa ko'rinishlari shu holatda. Bu kompressor bo'lsa kerak, tormozlik. Men bu traktor cho'kib ketdim. Faralari. Поворотнийлari, tepa faralarini ko'rishlar. O'zgacha dizayn. Maza qilasizlar-da xullas. Dehqonchilik ham hozirgi kunda komfort bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. O'shanga moslangan. Ichida mana shu ключ dokumentatsiya narsalari bo'ladi. Baklari to'ldirilgan holatda beriladi. Ichki bartovoy deng. Ichki bartovoy. Bartovoylar. Aha. Yana qanaqa ma'lumotlar bor?
Bu ichki bartovoy baquvvat bo'ladi mana. Aytiladi ichki bartovoy mana. Palovoz emas bular mana. Ichki bartovoy. Baquvvat bo'ladi. Alloh sotadi. Ularga aytdim. Menimcha umumiy ma'lumot shu. Rasxoti kam. Qancha deyishdi aytishdimi? 4 tadan 7 tagacha. 1 soatda, to'g'rimi? 1 soat. 4 tadan 7. Ishqilishiga. Ha. Nimada yurar ekan? Salar ekanmi? Dizeli. Hop. Harakat tanlamaydi ekan. Mana ko'rib turibsizlar, xullas o'zlariga qiziqtirgan 40 ot kuchidan 150 ot kuchigacha bor. O'zlarida qiladigan ishlarda ob'emiga qarab bemalol zakaz qila olasizlar. Katta fermalar bo'lsa, kattaroqlar. Bitta qoldi xolos deyishyapti. Ha, o nima? Ark bo'ladi, bitta bor edi. Bitta qoldi. Yangi kelgan terilibdi-da ketib ketganda o'zinglarga sizlarga. Zo'r. Baki 100 talik. 100 talik. Ikki tarafda baki bor. Tormoz sistemasi havo. Kompressorlik. Bo'ldi shu. Agarda kimgadir kerak bo'lsa, tepadagi telefonlarga telefon qilsanglar, xudo xolasa bor modellarda aytishadi. Mana oldi kameralarni ko'rsatgan ham bo'ladi. Turbinali tipa kompressor. Turbina? Turbina chalani aytdim. Turbina motor. Razmeriga tushadi. 1.90. Nimalarga tushar ekan? Razmerlarni toraytirib kengaytirsangiz bo'ladi. Orasiga. Balonlarini. Mana o'zi turbina. Turbinasi bor. Chasmoga. Akkumulyatorlar ham katta akkumulyatorlar ham Akkumulyator 120 talik. Konditsioner, radiator, motor radiator, rulni baki, bachogi, gidravlikani. Yana biz tushunmaydigan nimalar bor? Shu turbina, Mana turbinasi, konditsioner, kompressor. bo'ldi shu, xullas shunga odam o'zi ko'rib bilishgan bo'lsa kerak. O'zini kompressori, tormoz sistemasiga undan alohida olib ishlatsangiz ham bo'ladi. Shu nasos apparat. Apparatlarni hamma joyda topsa bo'ladi deyishdi. Zapchastda muammo yo'q. Standart bo'yicha bir xil. Standart bo'yicha bir xil. Filtrlari birga bir. Hamma joyda bor ekan. Moy poyida muammo yo'q ekan. Ko'rib turibsizlar. Xullas aloqaga chiqarasizlar tepadagi raqamlarga. Akalar, sizlarga kattakon rahmat biz obzorimizga yordam berganlar uchun. Barakalla bo'lsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kattakon rahmat. Rullar gidravlika. Motorlar. O beton bor ekan. Sevdi. Mesh Anjan. Hozir yuklaymiz. Hop, yuk mashinamizni joyladik. Endi sekin minib yuklab olsak, xudo xolasa bo'ladi. Balandlik uchun quramizni tepasini ochish kerak. Traktorimiz mana keldi. Inshaalloh yo'lga chiqyapti. Xuddi shunaqa xizmatlar, traktorlar kimgadir kerak bo'lsa, yana ekskavatorlar ham kelgan. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan hop, Merago kanali bo'ldi. Va Vodiy savdo kanali. Keyingi videolarda
like, komment bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'ysizlar, yana yangi videolar, yangi sotuvlarni xudo xohlasa chiqarib turamiz.